yaqinda shunaqa ota-onalar bir nechtasi bilan gaplashgani, birinchi sinfga mayli, уже farzandi 4-5 sinf bo'lganda katta hayotiy temalarda rus tilida muloqot qilishni istaydi, ota-ona bo'lsa qiynaladi, to'laqonli javob bera olmaydi. Shunaqa paytda farzandlari biroz xafa bo'lib qolishgan. Ulardan 2-3tasi shunaqa joyda o'qishgan ekan, bilasizlarmi, 11 yillik tajribaga ega. Qolaversa, darslar mobaynida agar o'sha inson rus tilini o'zlashtirishda qiynalsa, qo'shimcha yordamchi mentor ham qo'shilib, butun darslari nazorat qilinib, ular bazaviy rus tilini bemalol o'rganib olishgan. Hozir sizlarga o'sha platformani tavsiya etmoqchiman. 40 dan ortiq blogerlar tavsiya etishgan, 2016-yildan beri faoliyat yuritadigan, hozirgi kunga qadar minglab insonlarga rus tilini o'rganishlarida yordam bergan onlayn platforma Prep.uz'ni tavsiya etmoqchiman. Siz darslarga qo'shilib, bemalol yordamchidan ham foydalanib, darslaringizni nazorat ostida qilib, rus tilini juda ham yaxshi o'rgansangiz bo'ladi.